Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun men sizlarga ip film gulni g'uncha qilganini video qilib ko'rsatyapman. Bu ip film gul beozor gul. Judayam tez o'suvchi gul turiga kiradi. Bu ip film gul qalamcha qilib eksangiz tez o'suvchi gul turidan. Bu ochiladi. Mana osma to'ylarga qilsangiz ham osilib o'sadi. Nima qilsa ochiladi deb kommentariyada ko'p menga savol beradi. Bu film gulni chanqatib suv quysangiz tez g'uncha qilib bahorda ko'karadi. Men bularga dorisini berib o'stiraman. Bu katta bo'lib ochiluvchi gul turidan. 5 kun 6 kun ochiladi. Orqasidan yana maydalari g'uncha qilib 1 oygacha ketma-ket ochiladi. Bu sovuqqa, issiqqa chidamli gul. Buni har xil ochiladigan turlari bor. Agar siz bu gulni osma to'yga qilsangiz judayam chiroyli osilib, atrofi g'uncha qilib ochilib uyingizga manzara beradi. Men har yili bu bahor paytida buni qalamcha qilib yomg'irga qo'yaman. Yomg'irdan bagidan suv ichib tez ildiz olib ko'karadi. Keyingi safar men sizlarga ochilganini video qilib ko'rsataman.